Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun belchim bo'lib ketish to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlayman. Men bu leksiyada asosliqi belchim bo'lishninki qandaq bir kasallik ekanligi, uning kasallik alomatlari, uning sabablari va uning oldini olish to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatı bo'lsin. İnsanlarninki umurtqısı 29 parça umurtqa so'ngidan tarkib topgan bo'lib, bo'yin qismida 7 tal umurtqa so'ngi, ko'krak qismida 12 tal umurtqa so'ngi, bel qismida 5 tal umurtqa so'ngi, belning töven qismi va quyruq qismida 5 tal umurtqa so'ngi bor. Bu umurtqa so'nglari orasida jami 23 taldan 24 tal taqsimon kumuchak to'qilmasi bor bo'lib, ular odatda umurtqa diskisi deb ataladi. U disklar umurtqaning harakat qilishi va egilishiga kapolat qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu rasmda ko'rayotganinglarning sol tarafdagisi shu umurtqa so'ngininki qurilmasi bo'lib, o'ng tarafdagi shu ikki qo'shna umurtqa so'ngi orasidagisi shu umurtqa diskisi. Bu umurtqa diskisi shu kumuchak shakllik, ya'ni rezinkaga o'xshash yumshoq to'qilmadan tarkib topgan bo'lib, shu so'ngakninki egilish, umurtqa so'ngininki egilishchanligiga kapolat qilishda, anandan keyin yuqoridan kelgan besimni ozlatishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Undaqda bu belchim bo'lib ketish degan zodi qandaq bir ahvol yoki qandaq bir kasallik degan vaqtida o'zaro qo'shna ikki umurtqa so'ngi orasidagi taqsisimon kumuchak to'qilmasi, ya'ni umurtqa diskisining yerilishi, yirtilishi yoki siqilishi sababidan o'z o'rnidan qo'zg'alib ketish, umurtqa diskisi to'mpib chiqish deb ataladigan bo'lib, agar bu ahvol bel umurtqasida yuz bersa, u belchim bo'lish hisoblanadi. Belchim bo'lish bel umurtqa so'ngi orasidagi diskining o'z o'rnidan qo'zg'alib ketishini ko'zda tutadigan bo'lib, agar o'z o'rnidan qo'zg'algan u diska yo'lindan chiqqan nervini besib olsa, besib olgan nerva tarqalgan doirada og'riq va boshqa kasallik alomatlari paydo qiladi. Undaqda bu belchim bo'lgan vaqtida qanday kasallik alomatlari kelib chiqadi degan vaqtida, belchim bo'lgandagi kasallik alomatlari qaysi umurtqa so'ngi orasidagi yumshoq to'qilma, ya'ni diskining zaxmi bo'lgan yoki yerilib, yirtilib, o'rnidan qo'zg'alib ketganligi va uning nervini besib olgan yoki besib olmagan ahvoliga bog'liq bo'lib, nervini qancha qattiq bosgan bo'lsa, u paydo qilgan kasallik alomatlarimi shuncha ig'ir bo'ladi. Ko'pincha ahvolda belchim bo'lib ketgan vaqtida tövendeki 3 xil alomat paydo bo'lishi mumkin. Birinchi, besilgan nervi tarqalgan bel va pochoq og'rish. Ikkinchi, besilgan nervi tarqalgan bel va pochoqda g'alati sezim paydo bo'lish. Uchinchi, besilgan nervi tarqalgan bel va pochoqda mag'dursizlik his qilish, kuchsizlik his qilish yoki
boshqa binormallik his qilish. Mana bular bel chim bo'lib ketganda ko'riladigan asosli kasallik alomatlari. Bular ichida mushu bel pochoq va pochoqning og'rishi, bo'libmi bak yo'talgan vaqtida yoki bo'lmasa ig'ir bir narsa ko'targan vaqtida yoki uzun o'ltirganda bu og'riqning ig'irlashishi bu bel chim bo'lib ketishniki asosli kasallik alomati hisoblanadi. Bel chim bo'lishning sabablari, ya'ni nima sababdan bel chim bo'ladi degan vaqtida umurtqa so'ngak orasidagi diskining yerilib, yirtilib ketishi ko'pincha ahvolda yoshning cho'ng'ishiga ergishib, asta-asta yuz bergan uprash sababidan kelib chiqadigan bo'lib, yoshning cho'ng'ishiga ergishib, disklar texmi churiklashib, ozroq jiddiylashish yoki bisilish sababidan osonla yirtilib, yerilib yoki o'z o'rnidan qo'zg'alib ketishi mumkin. Bu bel chim bo'lishni keltirib chiqadigan asosli sabab. Bel chim bo'lish garchi yosh va o'rta yoshdagi kishilarda uncha ko'p uchirmasimi, ammo ba'zi alohida ahvolda umurtqa diskisi umurtqa so'nki orasidan siqib chiqarilishi mumkin. Bumu mushu yosh va o'rta yoshlardagi bel chim bo'lishniki asosli sababi hisoblanadi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida mushu yuqorqidek sabablar tufaylidan belga tushgan ozroq bisim, ya'ni ig'irlik ko'tarish yoki qattiq o'tilash va yoki boshqa mushu beldagi umurtqa diskisiga bisim tushiradigan har qanday sabab bizniki belimizniki chim bo'lib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Undan boshqa, ya'ni mushu bel muskullariniki yaxshi chiniqmasligi, ojizligi, ya'ni belni yaxshi qo'g'day olmasligimi bel chim bo'lishniki muhim sabablarining birisi. Bel chim bo'lishniki konkret sabablarini tövendeki bir necha taraflarga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, badan ig'irligi haddidan ziyoda ig'ir bo'lganda belning töven qismidagi diskiga bisim paydo qilishi va ularning oson zaxmlanishini keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi, jismoniy xizmat qiladigan kishilarning umurtqa diskisining zaxmi bo'lish xavfi cho'ng bo'lib, doim ig'ir narsalar ko'targan vaqtida, tortganda, ittirganda disklarning zaxm bo'lish xavfi yoshning cho'ng'ishiga ergishib ish berishi mumkin. Uchinchisi, ba'zi kishilarning irsiy aloyiligi disklarning oson zaxmi bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, tamok chekish disklarning oksigen ta'minotiga ta'sir ko'rsatib, ularning texmi tez buzilishni keltirib chiqarishi mumkin. Beshinchidan, doim mashina haydaganda motorliq qatnash vositasining motorining tavirnishi umurtqaga besim elib kelishi mumkin. Oltinchidan, badan holati to'g'ri bo'lmagan vaqtida belni ushtumtut ekkanda yoki tuzlagan vaqtida ushtumtut ig'ir narsa ko'targanda diski oson zaxmlanishi yoki o'rnidan oson qo'zg'alib ketishi mumkin. 7. Uzun muddat o'ltirgan vaqtida, harakat qilmagan vaqtida badan chiniqtirmagan kishilarning bel muskullari ojiz bo'ladigan bo'lib, disklarni qo'g'dash iqtidori to'van bo'lishi mumkin. Natijada disklar oson zaxm bo'lishi va o'rnidan oson qo'zg'alib ketishi mumkin. Bularning hammasi bizningki belimizning chim bo'lib ketishiniki asosli sabablari hisoblanadi. Bel chim bo'lishning oldini olish, ya'ni biz qandoq qilgan vaqtida va yoki nimalarga diqqat qilgan vaqtimizda bel chim bo'lishning oldini ola olamiz yoki uning xatarini tuvalta olamiz degan vaqtida
Birincisi aktif beden çiniqtirish. Suv uzish. Bo'lib bakmish suv uzish imkoniyati bor qarindoshlar yaxshi suv uzib bergan vaqtida bel muskullarini yaxshi chiniqtirg'ili bo'lishi mumkin. Ikkinchi, muskullarni, bo'libmi bel muskulini kuchlantirish va belning avrishimlikini yaxshilash. Uchinchisi, badan ig'irligini muvofiq kontrol qilish. Umurtqa diskisiga tushgan besimni tuvanlatish. To'rtinchisi, tamaki chekmaslik yoki tamakini tashlash. Shu orqali o'pkani sog'lomlashtirib, o'pkadan chiqqan oksigenninki badan ta'minotini bo'libmi umurtqaninki oksigen ta'minotini yaxshilash. Beshinchisi, o'rtirish, o'ltirish va yetish holatiga diqqat qilish. Uzun muddat umurtqa va muskullarning tabiiy bo'lmagan holatida yoki binormal holatida turishdan saqlanish. Oltinchisi, mumkin qadar bak ig'ir narsa ko'tarishdan saqlanish kerak. Agar cho'qim ig'ir narsani ko'tarmoqchi bo'lgan vaqtida belni tuz tutib, faqat tiznini egib, yukni badanga yaqin tutib ko'tarish kerak. Belni ushtum-tut egish yoki tuzlashdan saqlanish kerak. Mana bularga diqqat qilish orqali biz bel chim bo'lishining oldini ola olishimiz yoki bo'lmasa hech bo'lmagan vaqtida bel chim bo'lishningki xatarini tuvalta olishimiz mumkin. Bel chim bo'lishni bir taraf qilish. Biz bel chim bo'lishdan saqlanolmay, ya'ni bel chim bo'lishga giribtor bo'lgan vaqtimizda, ya'ni belimiz chim bo'lgan vaqtida biz uni qandoq bir taraf qilamiz, nimalarga diqqat qilamiz yoki nima qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi oldi bilan bel og'riqning o'rni, doirasi, yuz berish qonuniyati, davom qilish ahvoli va ergashma kasallik alomatlariga asosan diagnozni aniqlab chiqish kerak. Ya'ni bel chim bo'lgan yoki boshqa kasalliklar sababidan bel og'riganligini jazmlashtirishimiz kerak. Ikkinchisi, uzun muddat karvat tutib yetishdan saqlanish, boldir harakat qilish kerak. Uchinchisi, zarur bo'lgan vaqtida doktorga ko'rinib, tafsila tekshirish ilib berish, kasalga aniq diagnoz qo'yib, uninga asosan davolash ilib berish kerak. To'rtinchisi, fizikalik davolash, ya'ni uyg'ulab davolash. Bu bel chim bo'lishga nisbatan ayta unumlik bir davolash bo'lmaganligi uchun ko'pincha holda shu universal davolash usullarini qo'llangan bo'lib, ularning ichida fizikalik davolash va uyg'ulab davolash nisbatan ayta unumlik davolash hisoblanadi. Ko'pincha kishilar bu orqali shu kasal alomatlarini xilli yengiltib, og'riqdan qutula olishi mumkin. Uningdan boshqa beshinchisi bel og'riqni pasaytiradigan ba'zi alohida harakatlarni ishlash. Bumi bel chim bo'lib ketgan vaqtida shu bel og'rish alomatlarini pasaytishda alohida unum beradigan bir xil davolash usuli hisoblanadi. Bularning hammasi ishga yaramagan vaqtida yoki unum bermagan vaqtida albatta biz vaqtliq dori bilan davolash, ya'ni muskulni bo'shashtiradigan yoki og'riq pasaytiradigan dorini ishlatishimizga to'g'ri keldi. Bu dorilar normalda kasalni davolash emas, balki shu kasal alomatlarini yengiltishga foyda qiladigan bo'lg'achqa bu dorilarni faqat vaqtliq ishlatish tashabbus qilindi. Uzun muddat ishlatishga bo'lmaydi. Uzun muddat davolash ilib berish uchun men yuqorida o'tganidek fizikalik davolash, uyg'ulab davolash, anandan keyin bel og'riqini pasaytiradigan shu alohida harakatlarni ishlash. Bu bek muhim. Yettinchidan, belning egilishini oldini oladigan bel tasmasi taqash. Ya'ni
muşu muskullarni bir mezgil muşu jiddiyleşishdan saqlaydigan beldagi shu belchin bo'lishdan paydo bo'lgan zaxmini ig'irlashtirishdan saqlaydigan bir keng shu tasmalar bor. Bu tasmalarni taqashmi og'riq kasallik alomatini azaytishda belgilik unum berishi mumkin. Sakkizinchisi shu yuqorqi bir taraf qilish usullari bilan kasal yaxshilanmagan vaqtida yoki hatto ig'irlashib ketgan vaqtida zarur bo'lsa operatsiya qilib davolash. Ya'ni shu zaxmlangan diskini bir taraf qilish bilan birga shu nervining besilishini nervininki besilishi, ya'ni o zaxmlangan diskning nerviga tushadigan besimini tuvaltish yoki yo'q qilish. Bu orqaliqmi shu belichin bo'lib ketganda kelib chiqqan kasallik alomatlarini yengillatish mumkin. Bugungi bu belchin bo'lib ketish to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishad og'irlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat, ömrünü uzun qilsin. Xayri xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.